Bugun qarindoshlarimiz bilan har xil taomlar tayyorlab tabiat qo'yniga chiqmoqchimiz. Buni bizda jilgo'ja deyiladi. Sizlarda nima deyiladi? Kommentariyada yozib ketingizlar. Men uzoq yo'l yurganligim uchun bolchka bilan pirog qilishga qaror qildim. Ishimizni yarim litr sutimizga, iligan sutimizga bir qoshiq drojnamizni solamiz va bir piyola uncha to'ldirmagan holda shakar solib, bir piyolada yog' solamiz, uni ham to'ldirmasdan. Menda tuxum kamligi uchun bitta soldim. Agar sizlarda ko'p bo'lsa, ikkita solishlaringiz mumkin. Endi unimizni elab, yumshoq xamir qorib olamiz. Tayyor xamirimizni endi 1 soatga tindirishga olib qo'yamiz. Mana 1 soatda o'sha achib tayyor bo'ldi. Endi zuvalachalar qilib oldik. Bir xil razmerda. Endi buni yoyib, sariyog'imizni, erigan sariyog'imizni surtib chiqamiz va yana 1 soatga xolodilnikka tindirib qo'yamiz. 1 soatdan so'ng har birini olib, yoyib, bo'laklarga bo'lib, mayizlar qo'yib, chiroyli qilib bo'lishkalarimizni o'rab chiqamiz. Men 2 xil qilib tayyorladim ko'rinishini. Xohishga ko'ra o'zlaringiz har xil tayyorlayversalaringiz bo'ladi. O'rab olgan bo'lchkalarimizni endi ustini streshlab yana 1 soatga tindirib qo'yamiz, oshib chiqishi uchun. Juda ham yumshoq bo'lib chiqadi shunda. Ungacha pirogimizni tayyorlab pishirib olamiz. Pirogimni jarayonini videoga olmadim, shoshganligim sababli. Keyingi videoda albatta video qilib chiqaraman. Mana pirogimiz ham tayyor bo'ldi. Endi bo'lchkalarimizga ustiga tuxum bo'lmaganligi uchun men qatiq surtib chiqdim. Xohlasalaringiz sut surtsalaringiz ham bo'ladi bemalol, agar uylaringizda tuxum bo'lmasa. Endi sedanalarimizni sepib, duxovkaga pishirishga yuboramiz. Mana juda ham mazali bo'lchka piroglarimiz tayyor bo'ldi. Endi yo'lga otlanamiz. Kenja qizcham bilan birgalikda yo'lga otlandik. Tabiat qo'yni juda ham chiroyli, qarang, manzaralari odamni quvontiradi. Erkak va ayollar, bolalar daraxt soyasiga joylashib, olib kelgan taomlarimizni maza qilib yedik. Bu yerda faqat ovqat yeyish bo'lmadi, albatta o'yin kulgu ham bo'ldi. Juda ham maroqli o'tdi kunimiz. Yana kimlar mana shunaqa piknikka chiqqan, kommentariyaga yozib ketamiz.